Idish yuvadigan gel ichib o'lib qolmasam bo'ldi. Всем привет, men qadrli любимчиklarim. Mana o'sha trendda bo'lgan baklashkada tayyorlasa bo'ladigan pankeklar qilib ko'rmoqchi bo'ldim va 1 litrli baklashka olib, uning ichiga tuxum chaqdim. Keyin tuxum tushmayapti. Bitta pasini bosib ezib qarasam, vuppa etib kirib ketib qoldi. O'zimcha ursamman. Hamma yo'qni bitta baklashkaga solar ekansiz. Un, tuxum, shakar, yog', sut, yaxshilab hammasini aralashtirgandan keyin unim tushmadi-da, shunaqa mikserda narsasida ezib bir amallab kirgizib yuborganimdan keyin hammasini yaxshilab solib, yog'ni quyib oxirida aralashtirdim. Lekin komok bo'lib qolar ekan orada. Bismillah deb skоворodkada qilmoqchi edim. Shunaqa figurasi har xil chiqdi, chunki skоворodkam qing'ir qiyshiq ekan. Qing'ir qiyshiq emas, o'rtasi dumalog'i sal ishib chiqqanligi uchun dumaloq bo'lib chiqmadi-da. Quysam har tomonga oqib ketaverdi. Qarasam o'xshamayapti. Asabim buzilib yeyishni boshladim-da. Vafli pishiradigan idishimni olib shunga qo'ydim. Keyin qarasam bitta buni o'zida juda ham kechga qolib ketar ekanman dedim-da, o'zi kech boshladim. Har xil figurada chiqsa ham, unisida ham, bunisida ham pishiraveraman deb bir amallab hammasini qovurib pishirishni boshladim. Birorta odam bo'lsa ham shunaqa baklashkada pankek qilib ko'rganmi? Qandaydir xamirini unchalik o'xshatolmadimmi? Yupqa bo'lib qoldi, qo'yavroq bo'lish kerak edi. Oxirida natija xuddi shunaqa. Kim o'yladi Shahlo buni qiynalib pishirdi deb, lekin juda ham chiroyli chiqdi. Kommentariyada fikringlar kutib qolaman.